Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Yana bir navbatdagi mebelimizni so'nggi jarayonni tugatdik. Bu mebelni Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Yog'du mahallasiga ustunovka qildik. Joyimiz 4 metr holatda, bo'yi 270 holatda bo'ldi. Antresollik, akril, antraspiral. Anaqada bo'ldi, akrilda bo'ldi. Umumiy pagona metr narxi 2.800.000 so'mdan konfetlar mebel ichida bo'lgan holatda. Общий 10.300.000 so'mga mebel tayyor bo'ldi. Bu yoqda холодильник bo'lgan, bu yoqda mashina ham ustun tushirib ketilgan. Tepasi push mexanizmda qo'yib qo'yilgan. Mashina anaqa katta holatda tushadi. Tanglari ruchkasi holatda bo'lgan, mana pastidan ochiladi. Pastidan ruchka joyi bor. Bu yoqdan ochiladi. Ichki tepasini ham bu yoqdan qilib ketilgan. O'sha antresoldan chiqarilgan. Push mexanizmlari bor hammasida. Bu yoqda gazi, ichkasi, gazdagi roliklarimiz ham tandem mexanizmdan bo'lgan rolikidan bu yoqda ko'rinmaydi anaqasi. Bu yoqda qo'shib soladigan podnomini qo'yib qo'yganmiz. Tagida ham tandem. Bu shpilslarda bo'lgan. Bu kafel emas, granit holat, granit bo'lgan 60-60lik. Audi firmani oshin moshig'ida. O'zimiz shurpoy. Mana shurpoy bo'lsa kerak, o'zimiz ish oladi. Mo'yka uyda egasidan bo'lgan. Suv shurkasi bo'lgan. Tepa eshik 80, tepasi 45, shuni hisobiga 80 bo'lgan hisobiga tepaga ham polka qo'yib qo'yganmiz. Bularda ham ikkitadan polka. Mo'ykasi, smart mo'ykadan konteyner ulab qo'ysa bo'ldi. Musul faqat bizdan bo'ldi. Sochiladigan turbalarimiz bor. Pasti avtomobil temir noshkada turadi, qo'shimchasiga yopib qo'yamiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranlarda ko'ringan raqamlarga aloqaga chiqarasizlar.